Assalomu alaykum O'tkir aka, yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Naimix ofisimizda sizni yana bir bor ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Sizni 2024-yil Slovakiya davlatiga fura haydovchisi qilib yuborgandik. O'zingizni ishga borganingizdan keyin taassurotlaringiz haqida ozgina bo'lishsangiz. Slovakiya borgandan keyin aeroportda kutib olishdi. Yaxshi kutib olishdi. Aeroportga borganimizdan keyin avtobusga o'tirib Bratislavadan Seret shahriga borib, o'rta gastinisaga joylashtirishdi. Gastinisadan keyin 15 kun Rojdestvo bayramiga to'g'ri keldik. O'sha bayramda bizga oila ham berishdi. Juda ham yaxshi. Oila bergandan keyin 15 kun ish qilmadik. Gastinitsada ozgina dam olib, keyin bizani Ort shahriga, Avstriyaga o'sha asosiy bazamizga olib borib joylashtirishdi. Bu yerdan ish faoliyatimizni boshladik. Sharoitlari zo'r, gastinitsa zo'r, hamma sharoiti bor, stirka, dush, sho'pirga nima kerak bo'lsa hammasi bor. Oylik yaxshi. 2500 oylik berdi. Halgacha berib turibdi. Hech qanaqa aldov yo'q. 10-da avans beradi, 20-da oylik tushadi. Oyliklaringiz hammasi plastik kartaga tushadimi? Naqd ko'rinishda olasizlarmi? Hammasi plastikka tushadi. Ishimiz har xil davlatlarga, Chexiya, Slovakiya, Avstriya, Germaniya. Mani reisim Avstriya, Germaniya hozircha. Bizning tilida международный xalqaro reyslar bo'ladi. Bo'ladi. Biz Hermes kompaniyasini obsluga qilamiz ko'pincha. Pochta bilan ta'minlaymiz. Germaniyadan Avstriyaga hozirgi ishimiz. Dunyo kezib, qaysi davlatga borsak, o'sha 9 soat pauzamizda targov sentrlarni, o'sha ko'zga ko'rinadigan juda zo'r joylari bor, o'sha joylarni borib tomosha qilib keldik. Qaysi shaharlarni ko'rdingiz? Gannover, Nuremberg, Köln, Ansbach degan shahar bor, juda chiroyli. Myunxenni juda joylari zo'r. O'sha joylarni ko'rib keldik. Demak, ish sizga faqatgina ishni emas, dunyo kezishni ham, sayohatlarni ham berdi. To'g'ri. 12 ta mashina bergan sho'pirlarga. Shu 12 ta mashinada biz magazinga ham boramiz, sayohatlarga ham chiqamiz. Shanba, yakshanba dam olgan kunlarimiz. Ish beruvchi sizga hamma qulayliklarni yaratib beribdi demak. Juda qulay, sharoitlarim juda ham zo'r. Keyin juma kuni masalan o'sha soat 16:00 da hamma yopilsa, juma kuni o'zida biz bozorga borib, marketga borib, bozor qilib kelamiz. Shanba, yakshanba bo'shligimizda sayohat qilamiz. O'sha Bustigda masalan 154 kilometr bizdan Myunxen joylashgan. O'sha Myunxenga borib, ko'zga ko'rinadigan juda taassurotli joylarni ko'rib kelamiz. Aylanib kelamiz. Gastinitada Wi-Fi bor, tekin. Bu Wi-Fi ishlatib odam joniga tegadi. Boramiz, shu aylanish. Yaxshi, keyin nima cho'miladigan joylar bor. Yo'llarni borib cho'milib kelamiz, masalan, basseynlar bor 3 yevrodan. Juda katta sport zali, anaqa bodniy nima deydi? Bodniy sport kompleks. Shunaqa joylarga borib ordiq chiqaramiz. Keyin o'rmonli joylari bor tepada. Ham tog', ham o'rmon joylarga chiqib aylanib kelamiz. Sharoit zo'r. Ish beruvchi bilan aloqa o'rnatishda qiynalmadingizmi? Talablari unaqa qiyin emas ekanmi? Shu haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz. Ish beruvchi o'zini professionallik sho'pirlarni juda qattiq hurmat qiladi. Mana bu yangi kelgan sho'pirlarga ham juda muomalasi zo'r. Chunki yangi kelgan sho'pirlar masalan bir yil adaptatsiya qilish kerak-ku. O'shanda yo'l yo'rig'ini o'rgatadi. Juda zo'r firma ekan. Adaptatsiyada ham yordam berdi demak ish beruvchi sizga. Juda katta yordam berdi. Mashinalarni masalan
qirilgan anaqalariga shtrap qilmas ekan. Bir ikkita qirilgan joylari bo'ldi, endi remont dorogalardan o'tgandan keyin ozgina chetlayib ketgan joylarida. Kompaniya o'z hisobidan to'g'irlab berdimi? Juda boshqa kompaniyalar lekin shtrap qiladi. Bular umuman shtrap qilmadi. Shu yo'q, keyin menejerlar juda xushmuomalali. Xatolar bo'lsa sirayt oldindan aytib, to'g'rilab ketaveradi. Muomalasi yaxshi, anaqa ish bunaqa og'ir emas. Mana siz shuncha davlatlarga boribsiz, shaharlar kezibsiz. Bu shaharlar o'rtasida shart-sharoitlar, narx-navolar, yashash sharoitlari haqida ham gapirib o'tsangiz, qanaqa ekan narx-navolari? Slovakiyada narx-navo juda arzon. Boshqa davlatlarga qaraganda Imенно Slovakiya juda arzon. Narxlar, nonni ham, umuman общий oziq-ovqatlar arzon yuradi. Boshqa davlatlarda-chi? Boshqa davlatlarga, masalan, Avstriyada sal qimmatroq. Germaniya ham o'rtacha narx, chidasa bo'ladi. Fransiya juda qimmat. Tushunarli. Fransiyaga 15 yevroga bir pachka sigaret olib chekkanlarni ko'rdik. Yo'qsa 300 yevro yetkisi bo'ladi oyiga. Bemalol. Oyiga, значит, o'rtacha 300 yevro ketadi. Bir oyga. Bemalol. Agar ko'p yevoraman desa 500 yevoradi, lekin normal holatda 300 yevro bemalol yetadi. Juda ham yaxshi. Nochda 6 kun ish, 1 kun dam bo'lyapti shunda. Lekin smena almashadi. Bir hafta noch, bir hafta den, bir hafta noch, bir hafta den bo'ladi. Smenali ish grafiki bo'yicha ishladingiz demak. Necha oy ishladingiz va nima sababdan qaytib keldingiz O'zbekistonga? Dekabrdan avgust oyigacha ishladim. 20-iyunda pasportimni yo'qotib qo'ygan sababli bu yoqqa kelib, pasportni yangilab yana qaytib ketaman. Xohlasa. Ish beruvchingiz sizga ruxsat berdi, demak pasportingizni yangilab, yana qaytib borib ishlashga. Ish beruvchim yo'l kirimni ham to'lab berdi. Yo'l kiringizni ham xarajatlarini qoplab berdi. Страховка hisobidan yo'l kira samolyotga polniy o'zi to'lab bu yoqqacha. Endi bu yoqdan xudo xolasa o'zim ketaman. Juda ham yaxshi. Demak, sizda ishda jarayoningizda esingizda qoladigan bir tajriba bo'ldi. Juda katta tajriba bo'ldi. Bularni Naimix ofisiga qaytib kelishlarining sababi bizni ofisimizda hujjatlarini qayta tiklab, kam postini qoplab, yana qaytadan o'sha ish beruvchilarning oldiga kuzatib yuborishga yordam beryapmiz. Hozir bularni Fura haydovchilik yo'nalishi bo'yicha o'zlarining ish beruvchilarining yoniga yuboryapmiz va ayollarini esa Slovakiya davlatidagi ishlab chiqarish zavodiga operator lavozimida yuborishga, hujjatlarni tayyorlashga yordam beryapmiz. Naimix kompaniyasiga rahmat. Shunchalik yordam berishyapti. Mana hozir pasportimni yo'qotdim. Bular qayta tiklab, Naimix kompaniyasi menga katta yordam qiladi. Ming rahmat sizlarga. Xudo xolasa, Naimixga ishongan holatda mana o'zim dekabr oyidan avgust oyigacha ishlagan bo'lsam, mana ayolimni ham olib ketdim, xudo xolasa. Bizga bildirgan ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Bundan buyog'iga ham sizni ishonchingizni oqlashga harakat qilamiz va borganingizdan keyin Slovakiyadan va boshqa davlatlardan video va taassurotlaringizni kutib qolamiz. Rahmat, albatta video taassurot jo'nataman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.